Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, obunachilar. Bugungi video syomkalarimizni boshladik. Bugungi kunimiz 18-yanvar. Yakshanba. Bugun Boboshbek bozorida ham bozor bo'ladi. Hozir biz Qo'qon bozori ishlab chiqarish bozoridamiz. Qabristonni oldilari dedim, mana yangi qurilayotgan masjid oldilaridamiz. Bugun Qo'qondan zakasimiz bor, shuning uchun Qo'qon bozoriga keldik. Akamiz fartuqlar sotyapti ekan, fartuqlar, sumkalar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ikki video olayotgandim. Qanchadan beryapsiz fartuqlar? Abbosdan. Qanchadan beryapsiz bularni? Ko'ravering aka, har xil nima ular 5,5 ming kalta fasollar. Ular 5,5 ming pachka olishsa 5,5. Pachka olishsa. Yana shuni kattaroqlari bor, pachkaga 6,5 ming. Kattaroqlari 6,5 ming pachkaga. Kojaliklari bor. Kojalilar bor ekan. 20 ming. Pachkaga 20 ming so'm ekan. Kojali mana keyin ular bor. 7,5 ming qilib beramiz. 7,5 ming pachkaga. Erkaklarga, mushkullarga shular. Erkaklarga ham shu ekan. Bu pachkaga 7,5 ming, ha? Pachkaga 7,5 ming. Pachkani haqida donaga jicha qimmatroq. Donaga shu 1000 so'm 2000 so'm narsa. Shunaqa 1000 so'm 2000 so'm farq bo'ladi. Qoyil buni. Fartuqlarda ham maydan объемda tikadiganlar chiqibdi demoqchiman-da. Yer bunaqa fartuqlar kamdan kam chevarlar, zakaz berilardi. Shunaqa. Bitta ikkita tikilardi. Mana hozir pachkalar bor aka, har xil. Rasvetkalar ham bor deyishyapti. Pachka olsalar, pachkalardan ham chiqarib berishar ekan. Misol uchun do'konda bitta chekkasiga ham shundamdek olib borib qo'ysalar, baribir xo'jalikka olardi. Sumkalar ham o'zlang tikasizlarmi? Sumkalarni o'zimiz tikamiz. Qanchadan bular? 5 ming kichkinasi, 5 ming, 7 ming, 7 ming, 10 ming, 15 ming. 15 ming, eng kattasi 15 ming ekan. Onachi. Hozircha o'sha lattali sumkalar. Bitta keyin ona qo'lqoplar bor ekan, pirtkalar 5 ming so'mdan choynakka, mayli pechmishlarga 5 ming. qoyil 5 ming so'mdan bularnaqalar объемda tikadigan endi zo'r bo'pti lekin. Keyin yengichilar bor ekan, mayli yenga 10 pun tegmaslik uchun taqib oladigan. Ana ishda zo'r bu ham biznes. Nomer nechilik endi aka? 90lik. 90lik 308 308 4305. 4305 raqamiga aloqaga chiqinglar. Bizda yuk yig'ib berish xizmati mavjud. Kuryerlik xizmati. Nomerlarimiz 33lik 309 4187, 93lik 309 4187 nomerlariga aloqaga chiqinglar. Misol uchun shulardan bir mayda-chida yig'ib beringlar deydigan bo'lish mumkin. Объемda bo'lsa, bemalol egasi nomeriga aloqaga chiqsalang, xohlaganlaringdan pachka qilib dastavka qilib beraveradi, chiqarib beraveradi. Aka, savdongiz bo'lsin, charchaman.